Leksiyemizi davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaş. Dökülat da körüstülüşçe. Çista, 2021 8. ayının 20. günü bugün heptige cüme vatandaşlarım dökülat da körüstülüşçe Xitay hükümeti 1990 yıllardan başlapla Pakistan ve Afganistan'daki Uygurlarını ovlaş üçün ulanı qarğı elişini başlayıp etken. Bu cəhətdə Pakistan hökuməti Xitayına ən zor dərəcədə xidmət qolaylığı bilən təminləyən. Doklad avtorları Bradley Jordan və Robert Ivanis köpçükət. Dokladda mındaq görüstüldü. Xitay hökumətinin növbəti bu xildəki torsilib ovçılıq qilishi Afganistan'da motorga chiqmoqda. Әмділікті Xitay hükümeti bilen Talibanlarning hamkorligi yo'q qurib palligi chiqayotganda va mushaqildagi salohiyatda yana kelib Xitay hükümetining Afg'onistonda qopqon qurib tor salmoqchi bo'layotganligi oldingi yil har qaysi axborot vositalarining qiziq nuqtasi bo'lib qolgan. 10 nəfər Xitay fuqarasının casusluq bilan ayıplanıb qo'lga ilinishi, Afg'oniston doiralari tarafidan qo'lga ilinishi, ya'ni den keyin texmi kuchaygan. Bularning avatgan Uyg'urlar bo'lib, ya'ni Afg'onistonga Uyg'uristondan avatgan Uyg'urlar bo'lib, Sharq Turkiston Islom harakati tashkiloti nomida teşkilat qurish hamda Afg'onistondagi Uyg'ur qurolliqlarini o'z yaniga to'plash, shu orqali Uyg'ur terrorlik guruhining mavjudligini isbotlash vazifasi bilan kelgan yoki abatilgan kishilar. Doklad avtorlari bu jarayonda bayqagan yana bir muhim nuqta. Xitoy hukumatining bu xildagi chet ellarda Uyg'urlarga to'g'ri silish harakatlarining her qaçan birlik sep bölümü namidagi ishxonalarning yetakchiligida ishga eshi bo'lgan. Bundan ular Xitoy jamoat fikr xavfsizligi idorasining ko'rsatmasi bo'yicha chet ellardagi elchixona va konsulxona orqali shu joylardagi Uyg'urlarni qo'rqitishga munosabatlik turlik xizmatlarni vujudga chiqargan. Bu jarayonda Xitoy hukumati shu joylardagi Uyg'urlar orasida bir-biriga ishonmaslik urug'ini chechish, jasuslar va quloqlarning hamma joyda bayqildigan, hamma joyni qoplaganligini pash qilishni muhim xizmat qatorida ijro qilgan. Ko'pchilik dokladda ko'rsatilsa Xitoy hukumatining bexatar va aqliy shahar qurish nomidagi nazorat mexanizmlari hozir Pakistandan olqib O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq joylarga kengaymoqda. Abdullah Musha ahvollarni umumlashtirib, Uyg'ur qochqinlari bu yot makonlarda hech qanday qo'g'dinishga erisholmagandir. Tashqari dunyoning Uyg'urga yordam berishi bakma zarar deb xulosa chiqargan. Ma'lum bo'lishicha, bu chet ellarda Uyg'urlar musofirlari duch kelayotgan ijtimoiy masalalar bo'yicha dastlabki qadamda tayyorlab chiqilgan sistemli doklad bo'lib, shu doklad bu xildagi dokladlarning ko'p e'lon qilinishi bu jihat xizmatlarning texnik unumli bo'lishiga yo'l ochadi deb qaralmoqda.